Shoshilinch xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Like bosgan qo'lingiz dard ko'rmasin. Bugun O'zbekistonda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda kuchli shamol bo'lishi kuzatiladi. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, bugun kunduz kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Qoraqalpog'iston Respublikasi, Farg'ona vodiysi viloyatlarining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Cho'l hududlarda esa 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ba'zi joylarda 20-22 metr/sekundgacha kuchayib, chang-to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Harorat kunduz kuni 30-35 daraja bo'ladi. Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 32-34 daraja bo'ladi. Tog'oldi va tog'li hududlarning ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kutilmoqda. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 20-25 daraja bo'ladi.